Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning iyul oyida viloyatimizdagi jasorat sinflariga 5-sinf o'quvchilarini 2 bosqichda test va jismoniy tayyorgarlik asosida sinovlardan o'tkazish yo'li bilan jami 390 nafar o'quvchi qabul qilingandi. Jasorat sinflariga qabul qilingan ushbu o'quvchilarning tantanali va'da berish marosimi keng ko'lamda o'tkazildi. Tadbir davomida yoshlar vatanga sadoqat, mardlik va fidoyilik yo'lida xizmat qilishga qasamyod qilib, o'zlarining kelajakdagi mas'uliyatini his etishdi. Jarayonlardan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva xabar qiladi. Tantanali va'da berish marosimi bu nafaqat yoshlarning muqaddas vatanga sadoqatini ifoda etuvchi tadbir, balki ularning qalbida vatanparvarlik, jasorat va intizomni yanada mustahkamlovchi muhim qadamdir. Ayni paytdagi tadbir jarayonlarida Surxondaryoning 15 ta shahar va tumanlaridagi jasorat maktablarida tahsil olayotgan 390 nafar yoshlarimiz va'da berishmoqda. Vatanim tarixi, ajdodlarim urf-odatlarini bilishga, o'qishni a'lo baholarga tamomlab, kelajakda ona vatanimga, xalqimga va prezidentimga bilimli, sadoqatli, mard farzand bo'lishga va'da beraman. Barchamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonining tashabbuslari bilan jasorat maktablari yo'lga qo'yildi. Ushbu jasorat maktablarining maqsadi har bitta jasorat sinflarida 26 tadan harbiy vatanparvarlik kasbiga qiziqqan mard jasur o'g'lonlarni to'plab, ularni kelajakda harbiylikka yo'naltirish maqsad qilib olingan. Jasorat sinflariga o'quvchilarni qabul qilish 5-sinfdan boshlab bitta sinfda 26 nafar o'quvchilar imtihon natijalari bo'yicha qabul qilindi. Men birinchi imtihonlardan o'tdim, keyin jismoniy imtihonidan o'tdim. Keyin ko'p bolalarning ichidan meni saylab olishdi. Jasorat maktabida bu yerda intizom qat'iy ekan. Men bu yerda bilimlar olyapman. Kelajakda men yurtimizni munosib himoya qiladigan farzand bo'lmoqchiman. Ushbu yoshlar sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, jasorat maktabining birinchi qabul qilinuvchisi sifatida bugungi o'tkazilayotgan tantanali va'da berish marosimida faxr va g'ururni his etmoqdalar. Ota-onalari esa bugun ulardan-da ko'proq hayajonda. O'g'lim yoshligidan harbiy bo'laman deb o'zini oldiga maqsad qo'ygan edi. Maktabda ham doim a'lo baholarga o'qib, ona tili, matematika, asosiy fanlarga borib, qiziqib tayyorgarlik ko'rgan edi. Dadasi ikkalamiz doim o'g'limizni qo'llab-quvvatlaganmiz. Shuncha tirishqoqligi ortidan mana bugun shu qasamyodga qatnashib turibmiz. Termiz shahridagi Vatanparvarlar bog'ida o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasiga, prezidentiga va xalqiga tantanali va'da berish marosimi yakunida harbiylar tomonidan chiqishlar namoyish etildi.